Savolni o'qiyman. 100 gramm 36,5% xlor kislota eritmasi 3 ta teng bo'lmagan qismga ajratildi. Birinchi qism kislotani to'liq neytrallash uchun 20 gramm kaliy gidrid, kaliy gidrokarbonat sarflandi. Ikkinchi qismda esa kislota yetarli miqdorda olingan kaliy permanganat eritmasi bilan ta'sirlashganda 3,5 litr gaz ajraldi. Bizdan so'ralayotgan narsa, demak, 33-savolda 3-qism eritma tarkibida necha mol xlorid kislota bor? 34da reaksiyada ajralgan gazlar umumiy hajmi. 4-da 35-savolda esa oksidlanish qaytarish reaksiyasida oksidlovchi qaytaruvchidan necha mol elektron olganligi so'ralgan. Demak, biz 33 ni aniqlaymiz. Birinchi bo'lib ikkala reaksiyani yozib olamiz. Hop, 100 gramm kaliy gidrokarbonat reaksiyaga kirishadi 1 mol xlorid kislota bilan va 22,4 litr gaz ajraladi. Ular bizga 20 gramm beryapti. Necha mol xlorid kislota sarflanadi va qancha gaz ajraladi topib olamiz. Endi ikkinchi reaksiya, ikkinchi eritmali reaksiya bo'lsa, kaliy permanganat bilan xlorid kislota eritmasi o'zaro ta'sirlashdi, reaksiya yozildi. 2 mol kaliy permanganat ta'sirlashganda 16 mol vodorod xlorid sarflanib 112 litr gaz ajraladi. Ular bizga 3,5 litr gaz ajraldi, deyapti. Qancha xlorid kislota sarflandi desa 0,5 mol, kaliy permanganat topsa 0,0625 mol. Ana endi hop, bizda dastlabki eritmamiz 100 gramm 36,5% edi. Eritmaning tarkibida 36,5 gramm xlorid kislota, molini topsak 1 mol. Endi 33-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda 3-qism eritma tarkibidagi xlorid kislotaning miqdorini so'ragan. Dastlabki eritma tarkibida 1 mol bo'lgan, 0,2 moli gidrokarbonat uchun, 0,5 moli esa kaliy permanganat uchun sarflangan. Demak, bizda oxirgi 3-eritmada qolgani 0,3 mol. Demak, 33 ga A javob olamiz. Keyingi 34-si reaksiyada ajralgan gazlar hajmi. Demak, biz ikkala reaksiyada ajralgan, ya'ni birinchi reaksiyamizda 4,8, ikkinchisida 3,5. Ikkosini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 7,98 litr gaz ajralganligi kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob 34 ga C. Ana endi 35-chi oksidlovchi qaytaruvchidan e'tibor bersalaring, marganez bu yerda oksidlovchi vazifasini o'taydi. Marganez +7 dan +2 ga o'tyapti, ya'ni 5 ta elektron, ya'ni 1 mol kaliy permanganatdan 5 ta elektron oladi. Ana endi biz kaliy permanganatning molini bilamiz 0,0625. Bundan turib topadigan bo'lsak, oksidlovchi qaytaruvchidan olgan elektronlar soni 0,3125 ta ekan. Demak, to'g'ri javob E.